yaxshi tomonga o'zgardim. Hamma tomonlama asoratlar yo'q. Alhamdulillah, menda avvalgi asoratlar qolgan emas, bitta ham qolmagan. Hozir 6 bir marta 603 chiqdi. 6, 5 8. Maşallah. Oldin qiynalardim, uxlashga qiynalardim. Uxlab olsam uxlab qolardim. Uxlamasam ko'rpada og'anab yotaverardim. Oyog'im jarohati bitmasdan chuqurlashib ketaverdi. Oyog'im kesiladigan holatgacha bordi. 18-yili biz davlat tomonidan hajga boradigan bo'ldik. Hajga ketishdan oldin doktor rosa ko'ruvdan o'tkazar ekan. Shunda meni tekshirganda sahar chiqdim. Sahar chiqib 13, 15 chiqib yurdim sahar. Unda avval parhez qilishni tushunmaganman, bilmaganman. Hamma narsani yeb yuraverdim, faqat shirinlik yemadim, pecheniyalar yemadim, shakar, novotlar yemedim. Shulardan parhez qilib yurdim anchagacha. Keyin 1-2 yil bo'ldi. Bosib qo'shiling degan nima keldi, men o'shanga qo'shildim. Qo'shilsam, mana shu qandli diabet muhokama kanalika. Shunga kirdim. Kirib edagi nimalarni kuzatib yurdim. Kuzatib yursam, boshqa vrachlarni ham Elisher, yana Davronbekmi degan vrachlarimiz borlar. O'shalarni chatda qatnashaman. O'zim chatga chiqmadim-u, hammani muhokamasini eshitaman. Ha, siz o'zingiz gapirmasangiz ham eshitib, gapirmayman, eshitib o'zimga xulosa chiqaraveraman. Shunaqa qilib, keyin ikkilanmadim ko'p ham. Buni foydasiga aniq ishondim. Ko'pchilik aytadi, u gruppaga qanday kirsak bo'ladi? Biz ham shu vrachni ovozli chatlariga biz ham qanday qilib qatnashsak bo'ladi ekan, shu xolamizga o'xshab deb YouTube'da ko'rayotganlar ikkilanishi mumkin. Biz shu videoni kommentariyasiga Telegram gruppamizni, WhatsApp gruppamizni manzillarini qo'yib qo'yamiz. Hozirgi kunda mana Zenso diabet ichyapsiz. Shu Zenso diabetni ichganingizda necha kunda ta'sir qildi? Endi kunini aytaman men. 15-20 kun atrofi. Baribir endi yaxshilanib bordim-da, tobora yaxshi. O'zingiz o'zgarish his qilib bordingiz. O'zgarish his qilib bordim. Chanqashlarim qoldi, og'zimni qurishlari qoldi. Hojatga borish kamaydi. Hojatga yugurishlarim kamaydi. Ancha yaxshi bo'ldim. Kunda o'lchataman. Kunda bir marta ovqatlangandan keyin 2 soatdan keyin o'lchataman. Bir marta ertalab uyg'onib o'lchataman. Och qo'ringa. Hali ko'tarilgan yo'q. Endi men ham remissiyaga erishib qolaman shekilli niyat qilib turaman.